Bu nimadan tayyorlanadi? Oddiy bunaqa shlokovlik rastvori mana shunday g'ish holatiga keladi. Shu qoliplarimiz, unga sement qo'shiladi, rang qo'shiladi, pigmentlar. Mana shuni ranglar bo'lsa, shu ranglardan qo'shib aytilgan rang chiqadi. Mikserda aralashtirib tayyorlansa, mana ichkarida bo'layotgan jarayon, mana shu rastvor, mana rang qo'shildi o'sha qilishyapti. Juda mana reykalardan oddiy to'qib qo'yiladi. Kichkina joyga ham juda ko'p kvadrat sig'adi. Oynalardan foydalanishibdi. Mana hozir ko'ryapsiz. Bu pechka. Shu yerda bir sutka davomida turadimi? Qancha turadi qishlar? Tayyor bo'lishi. Kunduzi bilan mana shuni quyib chiqsangiz, ertalabgacha o'zi pishgan bo'ladi. Ertalab yana bo'shatib, yana quysa bo'ladi. Yo'q. Mana qotiradigan tunikalar ham ichiga botqizib solib qo'yiladi. O'shanda hech qanday ko'chib chiqib ketmaydi. Shuning uchun mustahkam chiqadi. Gold Euro Passat. Usta головasi pusta. Ustalarda eng asabini buzadigan gap mana shu bo'ladi. Agarda qaysidir usta sizga yoqmayotgan bo'lsa, uni yo'lovchilar shunaqangi yedirmoqchi bo'lsangiz, usta головasi pusta, usta головasi pusta. Buni bir 100 martadan kam emas, shu oldida aytib o'tirish kerak, aytib o'tirish kerak. O'shanda uni moralni bor shunday o'tirgizasiz, shunday ishqilonlarni tashab, ishingga ham deb ketadi. Hozirgi kunda ustalarimiz qanaqa ishlayapti bilmadim-ku, lekin mana unday oxir ekan. Mana bunday fasadniy plitkalar bor. Ustakalarimiz mana shunday fasadniy plitkalar bilan uylarda tashqi fasadini bitirishyapti. Bu plitkalarni bir emas, bir necha bordan ko'rsatganmiz. Mana Gold Euro Passat. Bu brend ostidagi firma. Yangiliklarda yaratishibdi. Har xil fasadniy plitkalardan chiqarishgan, uyda tashqi qismini qoplaydigan bu sement va qumdan, ya'ni o'sha shlakoblokda haligisidan tayyorlanadigan mahsulotning plitka bo'lib, buni chirimaydi, zanglamaydi, suv o'tmaydi, lekin cho'kadi, o'tda yonmaydi. Xo'p, bu firmani rahbari o'zimizda Qobiljon aka. Assalomu alaykum. Yana bir bor aka. Yaxshimisiz, yaxshimisiz? Jicha o'zgartirishmasa, ancha o'zgartirish kiritdik. Juda katta o'zgartirishlar kiritdik. Xudo xolasa aka, bu ish bilan tajribangiz katta. Mana hozirgi kungacha qancha tajriba bo'ldi? Hozirgi kunda xudo xolasa 14 ta turga yetkizdik. 14 ta turga. 14 xil turga yetkizdik. Toshlarimizni ko'rinishini. Mana bular, masalan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hattoki hozirgi kunda eng dolzarb mavzulardan burchak toshlar. Buni force qilib berkitish. Mana. Burchagini. Burchaklar, toshlari. Buni ham, buni formalari ishlanyapti. Hamma yo'g'i bor. Xudo xolasa quyilish uslubini 9 taga yetkazyapmiz. Quyilish uslubini 9 taga. Ular qanday desiz? Xo'sh. Mana bitta, bitta tur. Arnatonli. Bu nom nima? Mramorli sifat bir qanday? Yo'q, hali aytgan gladkiyimizni kattalashtirib ishladik. Shunga boshqacha ko'rinyapti. Shunga boshqacha ko'rinadi. Mana bunisi oldingi chiqishlarimizda ko'rsatganlarimiz. Oldingilar bor edi, lekin bu juda bejirim boshqacharoq. Bu kattaroq qilib chiqardik. Mana ularni ham kattalashtirdik. Mana sanaymiz 1, 2, 3, mana. 3-turisi mana. Hozirgi kunda mana uni chiqardik. Bu marmar 5, toshlisidan ekan. mana 6, men qarayman. Toshlarda har xil svetlarni o'ynatib qo'yishlik. Bu formamizni ham yaqinda chiqardik, mana. Qarang. Traventinga o'xshatib, Traventin deb nom berdik. Shunaqa o'sha travertin desa bo'ladigan mana fasadniy plitkalar. Fasadniy plitkalar chiqardik.
Mana. Xo'p, bularda hozirgi kunda nima sababdan ustunligi bor degan savollarga bir javob bersangiz, bir o'zingiz uchun mutaxassis sifatida, ya'ni mana uyda masalan moddiy devor mashina travertin bilan haydab qo'ysang ham bo'laveradi deydi-ku. bu hozirgi kunda bular trend ostida turibdi. Rangi o'chmaydi. Hop. Uzoq muddat 30 yil turib beradi. Hop. Shuni hisobidan hozirgi kunda Mo'yishik, mo'yishik bemalol yuvib devorda chiroyli mo'yishik qilib qo'ysa mana turadi. Uyda ko'rinishi mana shunday xohlasangiz однотонный, xohlasangiz boshqacha qilishingiz mumkin. Bu yerda yangiliklardan g'ishti, ya'ni bitta butun g'isht, bitta yarimta g'isht. Go'yoki 1,5 g'isht urilganday ko'rinish beradigan variantlarni ham yangi ranglaridan. Gold Euro fasadni yangi ixtiros. Yangisi, ha? Yangisi mana har xil turlari. Ha, bu yerda yana boshqalari bor ekan. Mana shuni bittashini. Ha, ranglari, orqa, oldi, xohlagan svetida qo'yib beramiz. xohlagan svetida qilib beraverasiz. Xo'p, hozirgi kunda bu qoliplari, sizda qoliplaridan sotuvda bor. Sotuvda bor qoliplari, hammasi bor. Umuman olganda qarang, hozir sizda qanday xizmat ko'rsatish bor? Bu qolip buncha og'irmi? Buni qoliplarimizni quyishni o'rgatamiz. Qoliplarimiz 14 xil turda bor. Mana shu yerda ko'rib turgan barcha hamma toshlarimizni qoliplari bor. Aha. Qoliplarimiz 15-20 yil xudo olsa xizmat qilib beradi. 15-20 yil mana shu qoliplar xizmat qilib beradi deb aytishadi. Xudo xohlasa. Kauchuk bular. Kauchuk materialdan. Rossiyskiy kauchuklar. Endi aka, narx-navosiga ham bir to'xtalib bir aniqlik kiritib ketsak, sizni masalanda odamlar plitka sotib olaman desa, misol uchun, mana shu 1 metr kvadratmi qancha endi mana shu son yoki bir nechta kvadrati hozirgi kunda 50 mingdan 80 minggacha. 1 metr kvadrat, ya'ni 1 metrga 1 metr bo'lgan joy to'rtburchakda o'sha 1 kvadrat g'ishini o'zi 50 mingdan 80 minggacha. 80 minggacha. Ha. Xo'p, yaxshi. Buni 50 ming so'mlik toshlar, 80 ming so'mlik toshlar. Mana bunalar 50 ming so'mlik toshlar. Mokriy bilan jigarrang bo'lsa, rangi. Qaysi toshga quyilishidan qat'iy nazar 50 mingdan 80 minggacha. Rangida farq. Rangida farq qiladi. Mana bular 80 ming so'm. Ha, bu demak mahsulotni tayyor bo'lishiga qarab, ya'ni 65 ming so'm. qaysi 65 ming? Mana ular 65 ming so'm. Oqlari 70 ming so'm. Oqlar qimmat. Oqlar qimmat yuradi. Oq hamma yerda qimmat yuradi. Chunki oq semen. Qoralari qimmat yursa kerak deb o'ylayapman. Oqlari qimmat. Hozirgi kunda. Hozirgi kunda modasi oq ekan. Xo'sh, yana qanday xizmat? Misol uchun biz asosiy narsa aytaylik, mana qolip. Qolipni quyishni o'rgataman deyapsiz-a? Ya'ni chiqarishni o'rgatasiz. Ha, chiqarishni, formalar. Mana shu qolipni xo'p, nechtasi 1 kvadrat bo'ladi? 15 tasi 1 kvadrat. 15 tasi. Mana 15 tasi 1 kvadrat. Mana 12,5 tasi 1 kvadrat. Mana katta qalblarimizni 11,5 tasi 1 kvadrat. O'rtadan 15 tagacha bo'lgan hozirgi kunda shu ishda biznes qilaman degan gap, bularda narx-navosi qanaqa? Aytaylik. 195 dollar. 195 dollar. 195 dollar kvadrati. O'sha 12 tasi. Mana kvadrati endi. Mana 11,5 tasi 1 kvadrat. Mana 12,5 tasi 1 kvadrat. Bo'ldi, 1 kvadrati. Mana uni ham 12,5 tasi 1 kvadrat. Traventin qalipi. Mana 15 tasi 1 kvadrat. Buni 1 kvadrati 195 dollar. Necha kvadrat bilan ish boshlash kerak? O'rtacha. Endi puliga qarab, cho'ntagiga qarab ishni boshlayveradi. Necha pul? Necha pul bilan? Puli. Qancha pul bo'lsa, mana shu ha 2000 dollari bormi, 3000 dollari bormi? 2000-3000 dollar bilan ha boshlanib sekin, ob'yomni sekin-sekin kuchaytirib olaveradi. Mana uniki 210 dollar kvadrat. Kvadrati? Ha, burchak toshimizniki bor, buniki 210 dollar. Ha, bu yopishtirib berilgani hisobiga. Ha, yo'q. Yopishtirgan hisobi emas. Biz prosta hozir buni shu holatda qo'yib qatirib qo'ydik. Hop. Lekin devorga qo'yganda, endi hozir bu yerga qo'ygani joy yo'q mana. Ha, Shuni hisobiga bir-biriga yopishtirib, kley orqali yopishtirib qo'yib qo'ydik. Lekin uglga qo'yganda
o'zi shunday Ha, o'zi shunday, yopishib ketadi. ha, bir-biriga shunday tushadi. Aha, tushunarli. Agarda mana sizlarda ham 2000, 3000 undan ko'proq ob'yomda qilaman desa, ya'ni 10.000, 15.000, 20.000, 100.000 dollargacha katta вообще korxona qilaraman desa 100.000. Ha, bo'la oladi. Bizda o'zimiz ob'yomlar katta. Mana Namanganda ishlab chiqarishimiz bor. Aha. Andijonda Gold Euro fasad. Gold Euro fasad. Bizning firmamizning. Hop, telefon nomerlari ekranlarda turibdi. Mabodo qiziq bo'ladigan bo'lsa, uyingizda remont qildirib, mana shunday ishlardan zakaz qilmoqchi bo'lsangiz yoki shu ishni ishlab chiqarmoqchi bo'lsangiz, akalarga murojaat qilasizlar. O'zlari to'liq ma'lumot berib tushuntirib ham qo'yishadi. Mabodo tushunmagan joylari bo'lsa, o'rganmoqchi bo'lsangiz, kelib o'rganib ketgan sharoit bor. Albatta, yotoqxona, sharoitlarimiz bor, issiq ovqatlarimiz. Ha, sharoit bor. Endi Ramazon oyi, endi ko'pchilik roza tutsa kerak, lekin iftorliklar qilib beramiz. Yotoqxona hamma yo'g'imiz bor. Ya asosiysi bu yerga kelsam men qayerda turaman? Ya'ni biron yotoqxona hamma yo'g'imiz bor. Mayli, eplaydi. Ko'cha hozir oshxona. Yotoqxona, sharoit beriladi. Sharoitlarimiz zo'r. Sharoitlar bor. Namanganda ham, Andijonda ham ko'rgan sharoitlar zo'r. Yaxshi, ekrandagi telefon nomerlari mana murojaat qilsangiz javob berishadi. Telegram, imo, WhatsApplar bor. Albatta. Aloqaga chiqishaveradi. Aloqaga chiqishaveradi. Gap. Like bosishdan chiqmasin. Yangi pishdimi bu? Ha, toza pishdi. Xullas. Birga o'qiganmiz. Ha, birga o'qiganmiz. Nima deysiz endi? Birinchi marta ko'rib. Yangisi yangi. Buni to'liq jarayonni jonli tanishtiradiku. Akalar sir yog'i deyishyapti. Tuzibsiz aka. Oldi. Bu samolyotni baloni deyapti. Nima bu o'zi aslida? Samolyotni baloni rostdan? Yo'q, samolyotni balonini rezinkasidan emas, xudo xolasa undan yaxshi. Undan ham yaxshi. Inshaalloh. Yolg'on bo'lib qoladi, samolyotni balon ishlaydi, rezinka, xudo xolasa. Tavsiyamiz. Garantiyalarimiz bor bu narsaga, xudo xolasa. Buni biz o'rgatgandan qilib quyib toshdi. O'rgatgandan qilib xizmat qiladigan bo'lsa, xudo xolasa qaritadi. 20 yil bemalol chidab beradi. Inshaalloh xizmat qilib beradi. Lekin xudo xolasa bunimiz hammanikidan ko'ra konkurentlar ham bor, to'g'risi. Birinchi bo'lib O'zbekistonda bitta o'zim men qilganman bu holatda. Xudo xolasa bu narsamiz ham sifatli. Islohi zo'r bu narsani. Hammani qalbi bilan solishtirib kelaveradi inshaalloh. Mana bolalar ham kelishdi, hammasi bilan solishtirib. Sifatiga javob. Gap yo'q aka. Mana shu ishlar shu qoliplardan chiqyapti-da mana. Mana shu quygan qoliplardan mana chiqayotgan ishlarni ko'rib turibsiz-da. Ishonchli.